Assalamu alaikum, hürmetli müzavzlar. Hürmetli Prezidentimiz tomonidan güç tecrübesi asasında bank rahbarları öz mücazları bilen uçraşıp ulardaki mevcut muammalarını hal kılış arkalı boş iş konuları, tedbirkarlık faaliyette bo'layotgan bank bilan bog'liq to'siqlar masalasi hal qilish topshirib o'tgan. Shu munosabat bilan bugungi suhbatni uyushtirib turibmiz. Bugungi kunda bankimizda fuqarolar va tadbirkorlar uchun bir qancha kreditlar mahsulotlarimiz bor. Hakim yordamchisi tavsiyasi orqali oilaviy tadbirkorlik dasturi bo'yicha beriladigan kreditlarimiz biznesga birinchi qadam 12 milliongacha 3 oy imtiyozlar bilan 2 yillik kreditlarimiz va 27%dan o'z-o'zi bilan tatgan fuqarolarga beriladi. Moliyaviy ommabop inklyuziv kreditlarimiz bor. 25%dan 3 yil muddati yarim evazina beriladi. Moliyaviy ko'mak 100 millionlik 6 oy imtiyozlar bilan 36 oy muddatda beriladigan kreditlar bor. Keyin bank omonatlarimiz var. 1 yillik, 1 yarim yillik, 2 yillik omonatlarimiz. 1 yillik omonatlar 16%dan faizlar adından to'lab beriladi. 1 yarim 2 yillik omonatlar 19%dan her ayda faizlar to'lab beriladi. Yechib olib ishlatib, agar omonat ustidan qo'yiladigan bo'lsa, yana ustidan kirim qilib berasizlar.